Bizlarni tanlab kelgan obunachilarimiz uchun shu ko'rgan kastrollarni mutber turardik. Avan. Ko'pchilik keldi, menda kastrol bor-ku dedi. Biz uni variantini o'ylab topdik. Agar kastrolingiz bo'lsa, biz hozir shunday qozon olacak komplekt oladigan bo'lsangiz, 15 kilo masalan, ha? Avan. 15 kilo qozon qo'shib beramiz. Qarang, bir qozonda 2 qozon olib turibsiz. Hozir bir kazanlı puluna 2 kazan alıplar, doğru mu ağa? Shu qo'shib berdik. 15 kiloluk kazan olacak komplekt arasında kapaklar bo'ladi içinde obunachilar. Undan tashqari bir dana kazanı mutunat bo'ladi. Yo'q, menga kichikroq 5 kiloluk qozon olacakni komplekti bilan ber dedilar-ku. Shuni ham qo'shib berdikmiz xolos. Agar 15 kilolukni olmayman desa. Shunda o'zini o'zi 1+1 bo'ladi, doğru mu ağa? Xohlasan obunachi qaranglar. 15 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo farqi yo'q. Nima birsin komplektini oladigan bo'lsa, dastlabkisi ham besplatniy bo'ladi, xolos kastrol oladi, xolos. 15 kiloluk qozonni o'zini oladi. Ya bo'lmasa 5 kiloluk qozon ocakni komplekt oladi. Kappagi, ocaki, qozoni bo'ladi 5 kiloluk. Podarki menda, shunday. Aa do'stlar, bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Atxamam do'konda ajoyib yangilik o'tib turibdi. Ben tarafdagi qozonlar ne ağa? Bular ham skikka tushdik endi. Bular skikkida shu bahada yana görsenglar bo'ladi. Kelishtirib ham beramiz bu bahani, biz ham biladi mana. Eng kichkasi necha litrlik ağa buni? 2 litrlik bo'ladi. 2 litrlik bo'ladi. Qadimki o'zbek qozon bo'ladi, doğru mu ağa? Ya do'stlar. Qozonlar shular. Ha? 70 ming so'mdan boshlanadi obunachilar. Qozonlar bor. Yine. Xohlasangiz o'z shishalari bor do'stlar. Xohlasangiz hemen deyarəm bayna. Pechetli bo'ladi yine. Made in Tojikiston. Ha. Har assortimentdagi. Hozir bu bitar bag'asiga kelishib berilami? Kelishtiramiz hali yana. Qaranglar 70 ming so'mdan boshlanadi, yani kattasi, qaranglar 330 ming so'm. Necha litr bo'ladi eng kattasi? 40 litr bo'ladi. Eng kattasi 40 litr bo'ladi, eng zo'ridan qaling'idan bo'ladi. Endi buni shartini chiqadi, ağa skikka qo'yib qo'ysangiz, bular mutuna beracaksiniz. Kameradan yaqinlashtir. Sharti mendan bo'ladi yana. YouTube'ga girasizlar, poiskga girasizlar, 4 kun narx navo deb qidirasizlar. Obunachilar. Endi yana podpiskadan knopka bosib qo'yasizlar, bo'ldi, kelaverasizlar. Narxni poisk qilsangiz, shuni gök profil chiqadi do'stlar. 18700 podpiska bor, girasizlar. Obuna bo'lib kelib, ko'rsatib kelsa bo'ldi, to'g'rimi ağa? Yana adeli bonuslar ham bor, kelsa bo'ldi. Aa do'stlar, gelsanglar do'stlar, undan tashqari yana bonuslari bor. 4 yil tunikaga ham obuna bo'lib qo'yasizlar, o'zlaringiz shaxsiy profil bo'ladi. 4 yil tuniga ham obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Instagram profillaridan xudo xolasa boy yangiliklarni og'am chiqarib boradi, ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Ağa endi qozonchak komplektlarni baholarni ko'rsatib o'tdik. Dastlabkisi neracha bo'ladi? Nima qo'shib beramiz? Dastlabki ma'lumot bering ağa. Bo'ldi. Yana. Bu necha litrligi bo'ladi? Bu 60 litr 15 kiloluk bo'ladi. 60 litr 15 kiloluk bo'ladi do'stlar. Hemen deb ko'rsatamiz. Ağa. Bu qalin variantda eng yaxshisi bo'ladi. Bundan qalin yo'q. Kiloga tashlasanglar ham o'zi ko'rsatadi, aytadi. Keyin buni esir pechetlari bor. Ha. Shunday pechetda qo'yilgandan keyin qalin chiqadi bular. Go'jaki 3lik damirdan yasalgan bo'ladi, turba. Ha. Qappaqi bo'ladi. Shu durashi 1.500.000 so'm. Ichida dastlabkilari bo'ladi. Apart beramiz, yana podarkalari bo'ladi, aytilgan podarkalar. 1.500.000 so'm do'stlar, qaranglar. Pesini alasizlar, qozoni bo'ladi, qapoqlari bo'ladi, to'g'rimi ağa? Undan tashqari Dastlabki ichida. neracha bo'ladi dastlabkisi? Xorazm deysanmi, Qaraqopak deysanmi, apart beramiz. Xorazm Qaraqopak bo'yicha mutlaqo teng bo'ladi. Mutlaqo tekin. Bir dana qozon chaqasanlar, bir dana qozon dastlabkisi bo'ladi. 1+2 bo'ladi bunasilar. Katta qozonlar so'mmi ağa? Katta qozonlar 20 kiloluk 1.600.000 so'm, 100.000 so'm farq etadi. Avoy. Tap shunday sifatda qalinliqi ocaqlar ham shunday bo'ladi. Pechetli qozonlar bo'ladi yine. Qaray kamili qismi, to'g'rimi ağa? Pechetini ko'rib turibsan. Yine. Mana pechetlari bo'ladi do'stlar. Garantiyali qozonlar bo'ladi bular. Shunday Ajoyib pechetda bo'ladi. qo'ygandan keyin qalin chiqadi bular. Tey yubka bo'lmaydan beri bir xil quyiladi bu qozonlar. Bu qozonlarimizga necha yil garantiya berib bilamiz ağa? 1 yildan ziyod garantiya bersa bo'ladi. Organik, u ishlatishini bog'liqda keyin odamlar 10 yil ham ishlab beradi, ishlatib bilsa odamlar. Ha, kami 1 yil garantiya beradi, qarayib qusib qolmasligini. Garantiya. Ha, qarang, menda katta qozonlarimiz ham bor. Sumalak qozonlarimiz bormi ağa? Sumalak qozonlar. bor ina. 250 litr, 300 litr deymi? Bon pechetli varianti, qalin variantda bo'ladi. Hozir ham bor mana. Hozir obunachilar sezoni emas, lekin olib turib, arzon bahada olib turib, skikka bahada olib turib, bemalol sezoniga vaqt o'zlaringiz pishirsanglar ham bo'ladi. Uni arenda berib qo'ysam bo'ladi. Bo'ladi. Ha, arendadan berib qo'ysanglar bo'ladi do'stlar. Bu kastrollarimiz mutuna bo'ladi, to'g'rimi ağa? Besplat. Bu necha bo'ladi endi bu? Shu qozon o'zakni oladigan bo'lsa, shunday saylab olaveradi. Xohlagan birsini qo'l ustida. Shu 10 litrlik 150 ming so'mdan 400 ming so'mgacha bu 50 litrlik qalini, yubkasi emas, qalini bo'ladi. Liboyni saylab oladi. Agar bu kichikroq desa, yanında nirjavika kapkirdan qo'shib beraman mana. Ko'rsanglar bo'ladi yana. Nirjavika zanglamaydigan kapkir. Buni o'zi 200-150 sotiladi. Shunday kichkina sura oladigan bo'lsa, yanında birsini qo'shib beraman. 15 kiloluk qozon chaqasam bo'ladimi? 15 kiloluk qozon ham bo'ladi. 15 kilo farq yo'q.
Qalxasana kattəsini alınlar. Bir dənə qalxasana amma kiçisindən birdən alıb durub, bir anda kəpkirini alınlar. Ondan təşkil dostlar, qaranglar, qalxasana 15 qalxasana 15 qalxda özün qoşub verəmiz abunəçilər. İndi ben tərəfdə Xocalik mallarımızda skidkən çıxıb tutdu ağa. Skidçilər bunlar 150 milyondan qoyub vermə, sırçalılar, yaxşı xılısı buladı. Sırçalı buladı. 170-200 satıladı bunlar. Ha. Hemen əsədə yine baltalada skidçi olub durdu ki. Ben şu dəmirə vursan hem qayıtmaydan baltalar bula yine. Sifətlisi, orijinalları. Yine. Yine. Uçuzun bax. 70 milyondan. 70 milyon buladı dostlar, bayağı buladı. Bana 4 yıl nərtnamadan gəldim də şu kiçkinəsini 50 milyondan qoyub verəm. 100 min, 150 min satıladı mı nərcəli? Ha. O dəstəsini adam baxa mı? Dəstəsi Söğütdən mi? Söğütdən buladı. Söğütdən buladı dostlar dəstəsi. Ağır buladı, nə dəmiri? Qara ocaqları kütəliyə belə. Yine. Gör, tapma yerini gör. Baksana görsün yine. Yine, krasi, almaştırdığınla dezen yine kraskisini izduru yine. Kayıt mıydı? Acayip buladı, sifətli, müstahkəm buladı. İndi sırt tərəfimizdən çıxan yeriklə buladı, baxaların çıxağa. Siz onun duşlarımız var ekan. Ne o bula? Sarıncaqlar var ekan. Bir setdən başlayaq ya. Oldu. Neden başlayırız? Gel benden başlayalım. Küngüre peşten ay. 10. Sürüp veremiz. Yine. Yücelikten baba. 1.75'lik 0.5 lira siskin materyal değiller. 10. 650 milyondan da 8 falan koyup veremez. 650 milyon man olsa da safkisi. Eğer usta gerek olsan 200 buraya da bir keruşan koyup veremezsin. Yakışır, yüzü şunu. Hiç için yapılan keruşlar var. ustasını top verelim mi? İşine cevap verelim. Var ustazam. Ustasını top verelim bu nasıl görüşeceğiz gün. 650 milyon man da safkileri bu abi. Bunlar ne sarıncaklar? Balaklarımız bular. 450 milyondan koyup veremez. Ha. Şimdi teyinde tahtası buladı özün. Ha dostlar. Bular 600 milyon lazım ben sana götürədir bak. O, Ha dostlar. bizden zətkədə bular. Özünü buladı. 70 kiloma. 3 gösterem. Atayım götürər. 3 gösterem dostlar. Aynen. Acayip bu abi. İşten yattırıp özel sanlarım bu abi. Belini çəkində, dövrəkəni, körpəçəsi, üstünü peşəxanası var, duqaları yazdırırlar. 650 milyondan. Ha. Hemen karanlar acayip. Bu da 600 milyondan Almatırdan işlən gəllərdir. Hər qıl turundan bu. Kelli gerek desənglə bu, çəkilənməyən miqdarda bular. Bunlar ne ya? Ocaqlarımız bulanın özü 800 milyondan, 5'lik material var kanalda. Aha. Komplektini tümçələri bilən, element tümçələri bilən 1 milyon 200 milyondan qoyub verəməm. Komplekt bu abi. 1 milyon 200'den var. Arzan variantım var mı? Gəlir. Ülkədə işlənən oladı. Tümçələrə 2 litrdən ziyad aladı. Kalın variantı boladı bu. Aa. İşlənəni 250 milyondan. Komplekt hemen. 150'den bu abi dostlar. Komplekt bu abi. Bir yandan var yani. Ben de bu 150 milyondan boladı bunu. Onu özünün tümçəsi spesialni zakazlı işlənəli bu. Zor bu abi. Çoyunlar üçün həm doğru lazım. Bir etajlı küngürə peşlərə. Emin değilim ya. Siz onu devam gitmedi ulan. Bakalım sonra. Hələ bu tutdu bu. Ama 50 variantı bundan yok heç yerdə. 65 milyondan bu. 65'den bu abi. Zəngləmədə bu köpçəsini işləb verər. Okumu ekonomist bu abi dostlar. Bir gaz ayaq qoysa 3 dənə bankisi parlap verədi. Vaxtını tez Baxasana ben de 5'lisi paylayacağım dostlar. Gene. yeni ya kazanılacaqlı qımmatlı 1,5 milyona dəb durğanlıq. Şöyle spesial göstərməylə. Arızalarım var. Arzanlarım var. Ocağın yükləri çünki. Ocak yükka var. 550 milyon. Prosto mən yaxşı nəsə verəmən, sifətli garantiyalı bolğan üçün verirəm onu. Hem arzanın hem kumbatın göz süpərəsi gələn klientlərimiz üçün. Başda bu arzanın sifətini göz tuturup özü kumbatın sələb olar hələ. Xulaq alasa. 1,5 milyon zaman olsa. 500 milyondan taxlap verəməm ya 15 kilonu. Komplekt yəni bunu? Komplekt 550 olan? 500 milyondan taxlap verəməm. Aa, dostlar. O ocaq. Aa dostlar. 500 milyon mam dostlar. Xaridlən işlərsən bu adı. Keyin ya? Keyin zəngilərimiz var. Ha. Lamp ekstrasını, bir de ya şaxa kəsmək, yəni 10 aylıq yengil götərib getəmən dəyərlər üçün. Apasingillərimiz üçün 10 aylıq olar da bula. Aa. 400 milyondan, yəni bu 5'lisini 300 milyondan qoyub verəməm. 500'den var. Gəlişdirəmə yenə gəsə. Ha, gəsə. Tamam, ayt gəsə, xət verəm. Gəstib bərlədi. Bəndə yəni profildən işləngəllər var. 100 milyondan. Duşlayın. İçeriklik bu adı. 100 lira bu adı. Dostlar zavod çıkoy. 100 bindən bu adı. Zəngilərimiz yenə. Orijinalları bunadı bula. Aa.
350 ming so'mdan boshlanadi. 1,5 metrdan 3 metrgacha bor, 550 ming so'mgacha. Qaranglar. Novestdan turibdi kattalari bu. 3 metrda. Ulan tushmagan eng kattasi. Eng kattasi 500 ming so'm etib 3 metr bo'ladi. Ha do'stlar. Bochkalarimiz bor ekan, qopqoqli, ichi toza bo'ladi. Yengga bunday sotib qo'yamanda yerlar uchun da 200 ming so'mdan narxi. Bag'asi 200 dan bor, ha? Berga bochkalarni 150 ming so'mdan ko'rib beraman. Ular 150 dan bor ekan Ular do'stlar. qaling'i bu yubqasi ham konservat endi bochkalar emas. Ha, zo'rindan bor. Sifatli savo. Bularning dimoxotlar. Tandir dimoxotlarimiz 500 ming so'mdan. Tandir dimoxot 500 dan bo'ladi. Bularning dastlabkisi bormi? Dastavkilari bo'ladi ava. Dastlabkisi bor. Stonopkisi ham bor buni. Ustonovkisi ham bor. Stonopkisi ham o'zimizda. Bag'asi o'zgarmaymi yo? Stonopga pul qo'shiladi. Ustonovga azam pul qo'shiladi. Ha. Keyin obena sumalak qozonlar o'zaki bo'ladi 1 santimetrlik. Qalay. Umrlik ketadi bu narsalar. Ha. Bag'asi so'mmi? Bahasi 2 million o'zi. 2 million so'm. Komplekt bo'lsa kerakli podarkalar bilan qo'shib beramiz dastavkalarning ichida. Ha do'stlar. Men qaltaklab 450 ming so'm, 500 ming so'm, Ha. 600 ming so'm, bular ham 600 ming so'mdan qo'yib beramiz. Ular ham 600 dan bor do'stlar. Mashin balon bormi bular? Mashin bo'ladi. Kettasi ajoyib bo'ladi. Listlar ham qalin bo'ladi do'stlar. Zo'r bo'ladi. Shundan tushundaysizmi? 600 ming so'm. Ular 600 ming so'mdan bo'ladi do'stlar. Yine. Arqamon ma'lumotlar uchun katta rahmat. Obunachilarni kutib qolamiz. Adresni bir tushuntirib beramiz endi. Adresimiz 4 bozorda joylashgan bo'ladi do'stlar. Bu tarafdan kelsanglar, Sho'roxon, O'zbekiston kolxozi Miskin tarafdan to'g'ri kelasizlar. 4 bozorga kelgandan keyin do'stlar qaranglar. Ulug'bog' Staforda o'tib kelsanglar, Yevrotexno bor do'stlar. Shundan o'tgandan keyin o'ng tarafda yonboshida joylashgan bo'ladi. Gold do'koni kapitalda do'stlar. Bu tarafdan kelsanglar, Urganch, Berniboston tarafdan to'g'ri kelasizlar. 4 bozorga kelgandan keyin do'stlar qaranglar. Qo'sha darvozada o'tib kelasizlar, altdan yurgandan keyin chap tarafda joylashgan bo'ladi do'stlar. Unda videomiz shunday do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan 4 yil Aqno kanali bo'ldi do'stlar.